Kabinani ko'tarasizlarda, mana zashni desanglar. Va assalomu alaykum shopir akalar. Akalar, podyomga chiqib ketayotganinglarda turbina qattiq ishlab, oxirgacha ko'targanda, mana sarana o'tgan paytda mashina ashibga chiqib qolib, mashina tortmay qoladi, reski. Nima ashibga chiqadi desa, mana bu. Davleniya nadov deb turib ashibga chiqib qoladi, mashina tortmay qoladi. Mashinani bitta o'chirib qaytib yurgizsanglar, yana tortib ketaveradi. Yana qaytib qattiq gaz bosib qo'yganlarida yana tortmay qoladi. Buni kasalini o'g'nash oson. Kabinani ko'tarasizlarda, mana zashni desanglar, turbinani tagida yo tepasida klapani bo'ladi, mana yo pastda. Buniki pastda ekan, mana bu klapan. Shunga kelgan shlangisi ko'p yirtilib qoladi. Mana buni qaranglar, mana ham shlangisi yirtilib qolgan. Yoqingda. Turbina ko'p ishlagan payt shunga o'rdiq berish kerak. Bo'ldi. Shu klapan, shu shlangiz teshilib qolgan hisobiga turbina ko'p ishlagan payt turbinani dam oltira olmay qoladi. Ya'ni kompyuter o'zidan-o'zi avtomatik bo'lib qoladi. Kabinani ko'tarib shu shlangini qarab qo'yasizlar. Qaysi bir mashinanikida tepada bo'ladi. Mana qas kelgan bo'ladi shlangisi. Ko'proq yangilarda pastdan bo'ladi. Mana shlangisini e'tibor berib qo'yasizlar.